Buni yo'l akasamiz uch qahramon postdan o'tganda Guliston masjidi yonida kirganda bo'ladi. Bu xonadonimiz 2 so'ti, 6 so'xona, 3 ta sanuzil egalariga pul so'rashni kerak bo'layotgandan keyin 199 ming so'rashyapti. Yana ham kelishtirib beriladi. Ko'ryapsizlar, uyimiz shunaqa chiroyli qurib qo'yishgan. Naveslar qilib qo'yishgan. Bu narsani ko'rishingiz mumkin, ruchni tortilib suriladigan narsa. Shunaqa chiroyli gulli ekib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin, darvozamiz kattagina, bu yerga bemalol bitta mashina sig'adi. Bu yerda bizada yozgi oshxona, bu bizada hojatxona. Ko'rishimizdan bu yerda hol bizada. Xo'p, bitta narsa aytib ketaylik. Men ko'rayotgan narsalar, televizorlar, video texnikalar hammasi ketadi. Qolgan narsalar, shu pardalar, konditsionerlar bo'ladi. Agar narxini gaplashib kelishib olsanglar, bu hamma narsalar qoladi. Bu yerda bizada podvol, ko'rishingiz mumkin, bu yerda bizada zal, bizada